1 oktyabrda Amerika parlamentining a'zosi Scott Perry Avom palatasida bir qonun loyihasini o'tirib qo'yib, Xitoy Kompartiyasini davlat halqagan tashkillangan jinoiy tashkilot deb bekitilishini, qaratmalik bo'lgan zarba berish va jazo qo'llanishini talab qilgan. Scott Perry Xitoy begunoh kishilarni majburiy tutib, xalqlarni qonliq bostirish, milliy madaniyatini o'zgartirish, ona tilini amaldan qoldirish, vijdon mahbuslarining a'zolarini majburiy yig'ib olish qatorliq kechirgisiz jinoyatlarni qonunlashtirib keldi. Xitoyning jinoyatdan qochib qutulishidagi sabab bo'lsa, Xitoy Kompartiyasini Xitoyning qonunliq hukmroni deb qaralganligida. Shunglashqa oldi bilan Xitoyning oshkora va yoshirin o'tkazgan jinoyatini oshkorlab, jazo tadbirlarini qo'llanib, Xitoy Kompartiyasi va uning agach kuchlarini sudga tortish kerak. Xitoy Kompartiyasini oqlashga bo'lmaydi. Qonun tarafidan kechirim qilinishga texmi bo'lmaydi. Chunki u Xitoyni boshqaryotidi. Xitoy Kompartiyasi o'zlarining Xitoyning qonunliq hukumat ekanligini o'tirib qo'yganligi uchun javobgarlikdan qutula oladi. Uyg'urlarning qonliq bostirish va jazo lagerlari qatorliq hammaylarga ayon bo'lgan har xil qo'rqinchli jinoyatlardan qochish, Falun Gong va ishki Mo'ng'ul xalqlariga ziyonkashlik qilish yoki Tibetni kontrol qilish bo'lsin, barliq jinoyatlar cho'qim to'xtatilishi kerak. Shunga Xitoyni davlat halqagan tashkillik jinoyat guruhi deb bekitish taklifini berganligini, Xitoyning jinoiy qilmishini dunyo e'tirof qilishi va qarshi turish kerakligini, Amerika cho'qim boshlamchi bo'lish kerakligini so'zladi. Scott Perry o'tirib qo'ygan yangi qonun loyihasi haqli-so'qti qilish va poraxo'rlikqa qarshi turish qonunini asos qilib, Xitoyni qora guruhga o'xshash davlat halqagan jinoiy tashkilot guruhi deb bekitib, Xitoy Kompartiyasining egilik huquqini bekor qilib, mayli Xitoyda bo'lsin yoki Amerikada bo'lsin, Xitoy kommunist amaldorlarining hammasi cho'qim Kompartiyasiga vakolatan elib berilgan kishilik huquq dafsanchiligi qatorliq jinoyatlarning jazosini tortish kerak.